O'tgan yozda do'stlarim Sem va Jek bilan sayrga chiqdik. Birozdan barchamiz zerikdik. Nima qilishni bilmay o'tirgandik. Keyin 24 soat ishlaydigan gaz stansiyasiga borishga qaror qildik. Hammasi yaxshi edi. Har xil mavzuda suhbatlashib bordik va bir necha shisha pivo ham ichdik. Nihoyat kerakli joyga yetib keldik. Jek hojatxonaga borishi kerakligini aytdi. Hojatxonada bitta usti boshi iflos bo'lgan odamni ko'rgan. Biroz gaplashgan ekan. Do'stimdan nega kechki payt yuribsan? Yolg'iz yuribsanmi deb so'ragan. Jek bularga e'tibor bermagan. Shunchaki u odam ogoh bo'l demoqchi edi. Deyishga bizlar bir nimalar o'ylayotganimizda orqamizda turganini ko'rgandik. Telefonda gaplashayotgandi. Keyin biz chiqib ketdik. Sal nariroq borib yo'lning chetida o'tirdik. Suhbatlashib o'tirgandik. Hamma joy qorong'u. Hatto ko'cha chiroqlari ham yo'q edi. Biz tomonga bitta mashinaning kelayotganini ko'rdik. O'tirganimizga biroz bo'lgandi. Mashinalar yonimizdan ko'p o'tayotgandi. Lekin bu safar boshqacharoq bo'ldi. Haligi mashina kelib, bizlarning oldimizda burilib to'xtadi. Mashinadan ikkita yigit tushdi. Qo'limizdagi narsalarni tashladik-da, tezda qochib ketdik. Jek bilan men yo'l bo'ylab qocha boshladik. Sen bo'lsa devordan sakrab o'tdi. Haligi mashinadan tushgan yigitlar juda iflos kiyingandi. Xuddi bomjlarga o'xshardi. E'tibor berib qaraganimizda qo'lida qurol bor ekan. Biz tomonga biroz qarab turdi-da, mashinasiga minib ketdi. Jek bilan men Semni qidirdik, lekin topa olmadik. Shuning uchun uyimiz tomon ketaverdik. Boyagi odamlardan qutuldik deb o'ylagandim. Lekin ularni ko'chaning boshida turganini ko'rib qoldik. Bizlarni kutayotgan bo'lsa kerak. Tezda u yerdan qochib ketdik. Ko'zdan g'oyib bo'lguncha yugurdik. Yashinib ham oldik. Ular ko'chada sekin haydab yurgandi. Shunda Semdan xabar keldi. Uni ham bitta mashina ta'qib qilib yurgan ekan, lekin sog'-salomat uyiga yetib borgan. Bu voqeaning bo'lganiga deyarli 1 yil bo'ldi. Kechki payt yurganimizda ogoh bo'lib yuradigan bo'ldik. Sem hozirgacha ta'qib qilinayotgan qo'rqinchli tushlar ko'rar ekan. Bilmadim, boshidagi hojatxonadagi uchratgan odamni bunga aloqasi bormi? Hayronman.